Oson deb o'ylamang erkak zotiga, bir umr mung'ayib o'tishi mumkin. Nogahon minsa u g'azab otiga, shaytonning bo'g'zidan tutishi mumkin. Oson tutmang sira erkak eliga. Hayot shamolday xayoldan tezroq, yuzga ajin tushar, aso beliga, sochlari oqarar ayoldan tezroq. Tilsa faqat qalbin tilar, lek jafo jahdida tig'lay olmaydi. Azob uqubatni, dardni bilar u, lek bizdayin hech ham yig'lay olmaydi. Siz onasiz, siz yorsiz, gulgul yanoqsiz. Chiroyingiz chandon oy bisotidan, ehtimol podshohlar chiqqan sanoqsiz, lek payg'ambar chiqmagan ayol zotidan. Ermak qilmang sira erkak qalbini. Ko'nglidayin ko'rkam bog' yo'q siz uchun. Kezing yetti dunyo qir-u adrini. Uning yelkasiday tog' yo'q siz uchun. Oson tutmang sira erkak ahliga. Siz suyguncha ko'ngli so'lib bo'lgandir. Jonni fido aylang g'azab ahliga. Kulmay yashab bir kun kulib o'lgaydi. Oson tutmang sira erkak ahliga. Hurmatli Andijon davlat pedagogika institutida faoliyat yuritayotgan yigitlar, erkaklar, sizlarni kirib kelayotgan 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan chin dildan tabriklayman. Sizlarga sog'lik, salomatlik, uzoq umr, ishlaringizda ulkan zafarlar tilayman.